Geografik maktab va uning sotsiologiya tarixida tutgan o'rni. Sotsiologiya tarixida jamiyat taraqqiyotini tushuntirishda turli nazariy yo'nalishlar mavjud. Shulardan biri geografik maktab bo'lib, u jamiyat hayotini geografik muhit bilan bog'lab izohlaydi. Geografik maktab vakillariga ko'ra, iqlim, relyef, tabiiy resurslar va hududiy joylashuv jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi, madaniyati va rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maktab 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida vujudga kelgan. Bu davrda tabiiy fanlar jadval rivojlanib, jamiyatni ilmiy asosda tushuntirishga intilish kuchaydi. Geografik maktabning yirik vakillari Charles Louis Montesquieu, Henri Thomas Beckel va Friedrich Russelldir. Montesquieu iqlim davlat boshqaruviga ta'sir qiladi deb hisoblagan. Beckel esa tarixiy jarayonlarda tabiatni asosiy omil sifatida ko'rsatgan. Russell jamiyatni tirik organizmga qiyoslagan. Geografik maktab jamiyat va tabiat o'rtasidagi bog'liqni ochib berdi, ammo u jamiyat taraqqiyotini faqat geografiya bilan tushuntirgani uchun tanqid qilinadi. Shunga qaramay, geografik maktab sotsiologiya tarixida muhim ilmiy yo'nalish sifatida o'z o'rniga ega.